Hozirgi kunda isitish tizimiga juda katta rasxod ketyapti, ya'ni gaz. 1-apreldan gaz yana oshadigan bo'lsa, bu mamlakat katta imoratlarda yashaydigan xonadonlarning egalariga juda ham bilinadi. Endi odamlar 25 ming, 50 ming, 100 minglab ishlatishyapti santexnikaga, lekin gaz ham shunga yarasha juda katta rasxod bo'lyapti. Endi buni minimum darajaga tushirtirib, ketayotgan rasxodni ham, gaz rasxodini, mamlakat santexnikani ham minimal darajada olib tushsa bo'ladi. Bu narsani hozir mutaxassis o'zlaridan bilib olamiz. Hozir ham aytganlarda aktual muammo ushbu 770 kvadrat o'zimni uyimda 10 ming dollar pul ketkazganmi isitish tizimiga. Bu qozonxona hammasi birgalikda. Bir oylik gazga rasxodim o'rtacha 700 ming, 800 mingdan 1,5 milliongacha bo'lyapti. Bu noyabr oyidan kuzatilayotgan statistika. Kuzatishga kelishimiz sabab birinchi o'chirtda to'g'ri qilingan tepki izolyatsiya, to'g'ri qilingan kotelniy sistema va to'g'ri tanlangan kotellar. Kotellarimiz Enva kondensatsionniy kotellar. O'zingiz guvoh bo'lganinglardek, minimum xarajat bilan maksimal natijaga erishsa bo'ladi. Bu xonadonni men qurib berganman, lekin isitish tizimini shu Fayzullo ukamiz o'zi qilgan, ya'ni shu sohani ichida o'zi bo'lganligi uchun nimani qatga qanaqa ishlatishni biladi, izolyatsiyadan tortib turib ishlatiladigan turba dashi kotellargacha o'zi bilganligi uchun mana shu minimum xarajat bilan mana shu xonadonga 800 kvadratli imoratga maksimal natijaga erishgan shu bola. Salomat bo'linglar.